avtomat korobka Cobalt'imizni korobka moyiga almashtiryapmiz. Mana hozir bu kirishkasi moy qo'yilgan kirishka oldi. Endi tagidan moy to'kamiz. Tagidan moy to'kamiz. To'kilganimizdek bir galakka. Galakkadan qilish bilan mana slif ko'ryapsiz. Moy to'kadigan slif. Moy to'kib kelaverasizlar, xizmatlar bepul. Moy faqat shu yerdan olsangiz, o'zimizni do'kondan olsangiz, xizmat bepul. Agar ko'chadan moy olib keladigan bo'lsangiz, bunda xizmatimiz bor. 80 ming so'm berasiz almashtirib berishga. Moyni to'kib oldik. Ko'rganingizdek. Moy oqyapti. Endi balandga havoni ulaymiz shlangga. Mana shlangani uchiga ulaydigan instrument bu. Eng kerakli. Korobkaga havo beradi. Nomi mana bu shlangaga ulanadi. O'zi avtomatik ulanadi. O'tirganingizni mana. Hozir buni yoqqa qotiramiz, keyin ulanadi. Endi biz hozir havo beradigan joyni probkasini ochamiz. Korobkani, havo beradigan probkani. Mana ko'ryapsiz. Chekingizmi? Mana probkani ochib oldik. Endi shtutzerni qotiramiz, havo beradigan shtutser. Saligina buni qotirish kerak. Bo'lmasa yonidan havo chiqib, may sachrab ketishi mumkin. Mana ko'ryapsiz. Qotirdik. Kirishkani yopib turamiz. Yana may sachrab qolmasligi uchun. Endi shlangamizni ulaymiz shtutserga. Bo'ldi, tayyor. Endi havo berish jarayonini qilamiz. Mana ko'ryapsizmi? Qancha moy ketyapti ichiga. Ko'rganingizdek. Havoni oz-ozdan, faqat kamroq-kamroqdan sekin-sekin davleni qo'shamiz. Birdaniga havo berib yuborsangiz, arqa tomonida zagorishka probkasi bor, o'sha probkani parto tortib yuboradi. Uni siz sezmay ham qolasiz, bilmay ham qoladi. O'sha bo'yicha yuraversa, keyin arqa tomondan moy oqizishi mumkin. Uni qancha usta topmasa, shofyorni o'zi topolmaydi deydi. Shuning uchun havoni ozgina o'tkazganingizda moy oqishini ko'ryapsiz, qancha moy qolgan. Gidrotransformator, avtomat korobka, radiatordagi moylar hammasi oqib chiqib ketyapti. Ko'ryapsiz, moy oqyapti qalay. Mana bunday havo ichiga davleniya bermasangiz, ichida ancha-muncha ketadi.